Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan Olibek Dilsobola. Bugungi videomizda sizlar bilan biz noldan Dils akkauntni sariq akkaunt qilishga harakat qilamiz. Bu 3-qismli video jigarlar. Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday biz videoni boshladik do'stlar. Do'stlar, men akkauntimni ko'rib olinglar jigarlar. Salpalab qo'yganman. Unda biz o'yinni boshladik. Mana shu ssenariyni yengib olishim kerak jigarlar. O'yinga tushdik. Videoni qisqa bo'laman. Eng qiziq joylarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman jigarlar. O'yinni boshladik bo'lmasa. Xo'sh do'stlar, birga bir chiqdik. Zarba va gol. Jigarlar, o'yinni ham tugatib oldik. O'yinni super g'alaba bilan yakunladik jigarlar. 93 tanga berdi va biz bu yoqdan 2 SDP va 150 tangani olib olamiz jigarlar. Yaxshi, transferlarda hech kim yo'q bizda. Qani mashinaga go jigarlar. Inter Milan bilan o'yinni boshlaymiz. Jigarlar, o'yin tugatib oldik. Biroz internet ishlamayapti. Reklamani ham ko'rib oldik jigarlar. 168 bo'ldi. Sahira transferda hech kim kelmagan va keyingi o'yinga ketdi. Jigarlar, bu o'yinni ham tugatib oldik. Transferimizda hech kim kelmagan. Jigarlar, sizlarga bir gap aytib o'tishim kerak. Jigarlar, mana shu videoni olish uchun kamida 1 hafta vaqtim ketadi. Men sariq akkaunt qilish uchun 1 soatda, 2 soatda bitadigan narsa emas jigarlar. Men sizlarga shuni 5 daqiqalik, 10 daqiqalik videoni, lekin mehnatga 3 kunlik mehnatim ketganda qadrlab, shuni qadrlab bitta obuna, like bosib qo'yinglar jigarlar. Jalka emas-ku. Qani ketdik bo'lmasa, yana o'yinga boshlaymiz jigarlar. Keyingi o'yinimiz kim bilan? Mana bu o'yinchi bilan qani ketdi jigarlar. Mana o'yinni boshladik jigarlar. O'yinni ham tugatib oldik jigarlar. Reklamani ko'rib olamiz va videoni davom ettiramiz. Jigarlar, mana reklamani ham ko'rib oldik. Bu yerda bizga atalgan bonuslar bor ekan, o'shalarni olamiz. Yaxshi, bu yoqdan kuchaytirgich. Bizga bir yaxshi transfer kelmayapti hozircha. Jigarlar, bizda 2500 tanga bor. Bu yoqdan ham 30 ta reklamani ko'rib olamiz. Jigarlar, ko'ryapsizlar mana. Endi biz buni stadion kuchaytiraveraymi ekan deyapman jigarlar. Nima deysizlar? 2500 yo'qmi, nima deyapti? 2500 ta? Shuncha tanga qo'shmaydi-da, kuchaytirmaymiz. Emas jigarlar. Stadion вообще ko'p qimmat bo'lib ketibdi stadion jigarlar. Yana o'yinni boshlaymiz. Bitta g'alabadan keyin akkauntim 13 bo'lar ekan, 13-level. Mana o'yinga ketdi. Tushamiz. Jigarlar, o'yinni yana tugatib oldim. Akkauntim leveli 13 bo'lmoqda. Va biz jarohatlangan futbolchilar bor edi. So'ng jarohatdan tuzaldi. Va tezligi bilan futbolchilar kelib 110 ta, keyin 30 haftaga bir kontraktni olib olamiz birinchi bo'lib. Buni darhol sotib yuboramiz. Kuchaytiruvchilar, arzon futbolchilar. Va biz round 2 finalda o'ynaymiz jigarlar. Hozir birinchi o'rinda ekanman. Elchev ham buni ham tugatib olishimiz kerak jigarlar. Akkaunt ko'rib olaylik, oxirida akkauntni ko'rasizlar jigarlar. Hozir 5 minut ichida ko'ryapsizlarmi jigarlar? Men yana 60 ta tangadan yig'ib 3000 ta, 2600 tanga yig'dim, 1900 tangam bor edi jigarlar. Jigarlar, mana keyingi o'yinlarni ham tugatib oldim. Kuchaytirib kompyuterimni yig'ib oldim jigarlar. Obuna bilan like bosinglar. Endi 3,5 ta, endi 3,5 tanga qilgandan keyin videoni olaman jigarlar. Qani ketdi bo'lmasa 3,5 tangaga yig'ishimizga ketdi jigarlar. Chelsea bilan o'yinni ham boshlab olamiz jigarlar. Jigarlar, bo'ldi hozir. 3 talik legendalik scout oldik, ochib ko'raylik qanaqa futbolchi tushar ekan bizga hozir. Sariq futbolchi tushdi va Jonevish jigarlar. Buni sirasiz olamiz jigarlar, Jonevishni. Va videodagi birinchi sariq futbolchi olinmoqda jigarlar. Obuna bilan like bosib qo'yinglar jigarlar. Endi keyingi sariq futbolchiga go jigarlar. Jigarlar, sariq futbolchi olgan qancha kuchaydi akkauntim. O'yinni boshladik jigarlar. Jigarlar, qaranglar, videoni shu joyda yakunlasak ham bo'ladi. Video vaqt cho'zilib ketyapti.
deganlar, agar mana shu video 100 ta like yig'sa, mana shu 100 ta like yig'sa, shuni ikkinchi qismini chiqaraman deganlar. Kecha ko'rdinglar ko'p ishni bajardim. Mana bu ikkinchi qism tayyor bo'lib qo'yibman deganlar. Bu hozircha birinchi qismda, oxiri ikkinchi qism cho'kmaydi, qisqaroq video, lekin real sariq futbolchini, mana bu yerda 15 ta sariq futbolchini tartibga olingan. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar deganlar. Ikkinchi qismini kutinglar. Shu 100 ta likedan keyin sira chiqadi deganlar. Xo'pmi?